insuliningizga qo'shimcha qilishingiz mumkin. Qandli diabetli kasallarimizda juda ham ko'p murojaatlar bo'ladi bizga. Ya'ni turli xil o'sha reklamadagi firmani dorilari yoki turli xil o'tlardan foydalanishimiz mumkinmi degan. Shuning uchun bular haqida bugun ma'lumot bermoqchiman. Bular biologik aktiv qo'shimchalar. Ya'ni ularni siz asosiy dori yoki olayotgan insuliningizga qo'shimcha qilishingiz mumkin, lekin juda ham ko'p miqdorda emas. Sababiki bular birinchidan isbotlanmagan tibbiyot hisoblanadi. Ikkinchidan esa bu mahsulotlar juda ham ko'p peshob haydovchi hisoblanganligi uchun bizda peshob bilan birga barcha mikroelementlar chiqib ketishi tashqariga organizmdan va buni hisobiga organizmda yana ham kuchli holsizlik, ozish holatlari yoki bo'lmasa mushaklarda og'riq holatini yuzaga keltirishi mumkin. Shuning uchun qaysi biologik qo'shimchadan foydalanmoqchi bo'lsangiz, albatta o'zingizga yaqin joydagi endokrinolog ko'rigidan o'ting va ularni maslahati bilan oling. Ba'zida esa hatto tabletka yoki insulinni to'xtatib ham bu qo'shimchalarga o'tib olish holatlari bo'ladi va bu holat bemorda turli xil qandli diabetni asoratlariga olib kelishi mumkin.